Mana o'zi ko'pchilik tanishlarimda brekit bo'lgani uchun men ularga havas qilganman. Как будто bu chiroyli narsa. No lekin ham chiroyli tishlarga ham ular ega bo'lishadi. Shuning uchun havas qilganman. O'zimga ham juda ham xohlaganman brekitim bo'lishini. Va mana nasib qilgan ekan, brekit qo'ydirdim. Yo'q, meni ustimdan kulishmagan, chunki men tishlarim o'zi yaxshi ko'rsatadi. Chunki men bu ikkita tishim katta, quyon tishga o'xshaydi, shuning uchun tishlarim yaxshi ko'rsatadi. Jag tishlarim bir ikkitasiga qiyshiq bo'lgani uchun brekit qo'ydirishga qaror qildim va chiroyli ulubkaga ega bo'lmoqchiman. Nimaga aynan Neosmile? Chunki meni kollegam Tohirov Firuzni reklamalarida ko'rib qolganman va men ham shu yerga kelishga qaror qilganman. Menga Ahmadjon aka brekit qo'yib berdilar. Men o'yladim qanaqadir og'riqli, juda ham ko'p vaqtda qo'yiladi deb o'yladim, lekin umuman og'rimasam ekan, juda ham tez qo'yilar ekan. Qo'llari yengil ekan, umuman og'ritmasdan qo'yib berdik. Imminni sizlar brekit qo'yishni xohlasanglar, Neosmile'ga kelishinglarni tavsiya qilaman.